Alloh taolo ikkita ko'zni ato qildi inson bolasiga. Agar bitta bo'lganda qana bo'lardi? Atrofga bir baho berishlik qiyin bo'lar edi. Ikkita quloqni berdi. Agar bitta bo'lganda nima bo'lardi? Ana aytdik, bitta quloqingiz ishlamasa, ovoz qayerdan kelayotganini ajrata olmaysiz. Insonga miyani berdi va uni shunday bir joyga joyladiki, insonni jasadida eng mustahkam himoya qilingan joy mana shu miyani joyi. Eng mustahkam qo'rg'on mana shu miyani qo'rg'oni bo'ladi. Alloh taolo yana nimani berdi? Chiroyli qilib soch soqolni berdi. Uni go'zalligi nima deydi? Og'riq sezmasligida sochingizni. Aytdik, agar xuddi qo'lingizni yoki bo'lmasam qorningizga biror tiq tegizsa, og'rigandek, sochingizga ham tiq tegizsa, og'riydigan bo'lganda nima bo'lar edi? Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Ko'zimizni olaylik, birodarlar. Jasadimizning hamma a'zosi sovuqni his qiladi, magar ko'z his qilmaydi. Agar ko'zingiz ham soqotadigan bo'lganda nima bo'lar edi? Ko'zingiz ustidagi nam sovuqda muzlaydigan bo'lganda nima bo'lar edi? Minus haroratga chiqqanimizda ko'zimizni shunday pardasi muzlab qolardi-da, hech narsani ko'rmasdan o'tiraverarmidik. Bu kimi chiroyli ishidan? Alloh subhanahu va taolo al-Muhsin bo'lgan Robbimizning go'zal ishidir. Mana shu insonning ko'zi haqida ko'p bir ma'lumotlarni kavlagan bo'ldim. Xulosasi. Insonning ko'zi 8 millionga yaqin rangda farqlay olar ekan. Necha megapiksellikina ko'z? 12 megapiksel, 46 megapiksel. Ha, o'lib qolamiz haliga palon pulga telefon. Insonning bitta ko'zini oldida dunyodagi hamma pikseli nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmaydi. Haqiqatan ming hali 3D desin, 7D desin kinoxonasi. Nima deb ko'ring-da. Baribir bitta polotnoda u. Endi insonning ko'zini qarang. Agar bir xil rangni 100 xil tuslanishi bo'lsa, sog'lom ko'z shuni ham ajrata oladi. Albatta bu al-Muhsin bo'lgan Robbimizning bizga qilgan ihsonidan, go'zal ishidan.